Baxmalda bir asrdan ziyod yashagan inson haqida eshitganmisiz? Bugun u insonni oldiga boramiz. Bugun biz Saryuzdamiz. Saryuzliklar like bosamiz va ko'proq Instagramga jo'natib qo'yamiz. Biz esa videoni boshladik. Qani ketdik. Bu yerda avval buloq bo'lgan ekan. Akamiz aytishi bo'yicha bu shu yil quribdi. Issiq bo'lgani uchun yil. Film yoqadi-ku. Assalomu alaykum. Sizga aytibdi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bobo yaxshimisiz? Rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Siz biz ko'rib ketdik dedik. Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Men Novqadanman. Navqadan, Ha, navqadan qayerdan? Novqani yuqorisidan. Ha? Yuqorisidan. Ha. Yuqori yo'lning ustidami? Nechiga kirdingiz, bobo? O'zim bilmagan joydan biladim. Nimaga? Joydan yaxshi biladim. Endi salar o'qib. Bobo, nechiga kirgansiz? Nechinchi yil tug'ilgansiz? 20. 20? 1920-yilmi? Ha. Muchalingiz nima? Hamdulillah. Ha, Hamduna. Maymunmidi? Ha. Qoyil. 100, salkam 100, tak 100
oltiga kiribdi. Amin. Sen canların sağ olsun. Ömürlerin uzak olsun. Hemen niyetine yetinler. Ferzentlerinin arzu havasını korunlar. Amin. Allahu Amin, Allahu Ekber. Akbar. Yaxshi yuring bova bo'lmasa. Rahmet. Salomat bo'ling. Oldida yo'l bor. Rasm qoldiraman sizga. Yo'q, tamam, Charchaysizmi? Omar gel. Assalomu alaykum. Qizim olib bering. Aka charchamadingizmi? Kayfiyatlar? Ha, bo'l og'a og'a hazillashyapti. Bo'ldi. Tarbiyazi odamlar bo'lib keladi. Hozir biz qiziq shu boyagi bobomiz yoshliklarda masjid qurgan ekan. Hozir bu masjid ishlamas ekan. Shu masjidda o'zlari imomi bo'lar ekan. Mana o'sha masjid. Bu masjid nechinchi yil qurilgan dedingiz? 1955-yil. Mana shu masjidning qurilishida xalq ishtirok etgan, xalq hashar bilan bo'lgan. Bobomiz o'zining mehnati bilan farzandlariga bosh bo'lib turib tomlarini yopib bergan. O'zi katta usta bo'lgan. Masjidda mana shu yerda imomlik ham qilgan. Imomlik ham qilgan. Xalq ichida Mahmud Mo'lla nomi bilan mashhur. Xalq ichida Mahmud Mo'lla desa hamma taniydi ekan bu insonni. Mana bu eshiklar o'qimaydi, eshiklar ochilmaydi, derazalari. Qarang, bu joyda qo'rg'on ham bo'lgan dedingizmi? Ha, albatta. Mana bu ko'rib turgan joylaringiz qo'rg'on deb ataladi. Qadimda bu yerda hokimning yashaydigan qasri, qal'asi bo'lgan. Afsuski bu qo'rg'onda hech qanday hozir qoliqlar qolmagan. Lekin ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha bu qo'rg'onga, qal'aga dushman bosib kelgan vaqtida qizining sotqinligi tufayli bu qo'rg'onni bosib olgan va qizini o'zini asirlikka olib ketgan. Keyin qo'rg'onni esa yer bilan yakson qilib vayron qilgan. O'sha vaqt. O'sha vaqt yo'q qilingan. O'sha vaqt yo'q qilingan. Bunga 300-400 yillar atrofida bo'lgan, lekin hozir hech qanday bu qo'rg'on haqida ilmiy, ashyoviy dalillar qolmagan. Qarang, bu Sangzorga ham keyin aloqasi bormi? Albatta bor. Rivoyatlarda aytilishicha, bu qo'rg'onni dushman umuman bosib ola olmagan. Rosa qiynalgan ekan, oxiri bu qal'ani bosib olishda dushmanlarga yordam bergan qal'a hokimining qizi bo'lar ekan. Bu qizi yordam berar ekan va natijada qal'a bosib olingandan so'ng dushmanning boshlig'i qizini olib ketadi va qo'rg'onning egasini va Sangzor daryosi bo'yida, Sangzor hududida qizni qatl ettiradi. Otangga do'stlik qilmagansiz, menga do'stlik qilarmiding, sen sotqinsan degan ma'noda o'sha Sangzor bo'yida uni o'ldiradi. Keyin qiz boyagi qilgan ishidan ming afsus pushaymon bo'lib, boyagi zor yig'laydi, ya'ni daryoning toshli ustida yig'laydi. Keyin o'sha yig'lagan joyni odamlar Sangzor deb atay boshlagan ekan. Sababi sang, tosh, zor yig'lamoq, ya'ni zor yig'lagan joyga nisbatan Sangzor atamasi keyinchalik mahalliy aholi tomonidan berilib boshlagan ekan. Oyqor hududi biladigan Ravshan Musayev boboning eski uylari bo'ladi bu uylar. Gaplarimizni yozmasangiz bo'lar, anaqasi uyi bo'ladi-da. Bu rais bo'lgan katta. Sharof Rashidov bobolarning davrlarida birga ishlashgan. Ha, avval. 1913-yil tug'ilganda bu odam 2000-yil o'lgan. Hozir bu yoqda hech kim qolmaganmi? Bu xarob bo'lib qolgan. O'g'illari ham qilib ketgan, endi hammasi u yoqqa ketib qolgan. Uy. Endi nima qilsangiz bo'lar ekan. O'chib tashlayman, keyin chiqaverasiz. O'tib kelmadi mashina. Yaxshi charchamang. Keyin qarang, o'zi nima uchun qishloq nomi Sariyuz deyiladi? Xo'p, Sariyuz so'zini ma'nosini aytadigan bo'lsak, sar tojikchasiga bosh, yuz bu o'zbek qabilasining 92 urug'lar tarkibiga kiruvchi 100 urug' nomiga qo'yilgan. Ya'ni bosh yuz degan ma'noni anglatadi. 100 urug'i o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Katta yuz, ya'ni sar, bosh, ikkinchisi o'rta yuz, keyingisi kichik yuz bo'ladi. Bizning ota-bobolarimiz bizlar 100 urug'ning bosh bo'g'iniga kiramiz. Shuning uchun ham qishlog'imiz nomi Sariyuz deb ataladi. Ana, eshitdingizmi? Xullas, biz ham videolarimizni oxiri yakunlayapmiz, qadrdonlar. Keyingi safar qaysi qishloq bo'lishini xohlardingiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Albatta sizni ham qishlog'ingizni videoga olamiz. Bir dona like bosing, chunki biz Baxmalni dunyoga ko'rsatamiz. Omon bo'ling, ko'rishguncha.